Assalomu alaykum. Efirda Diplomatik Digest. Ushbu dasturda odatdagidek O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarimiz faoliyati, chet eldagi vatandoshlarimiz hayoti, shuningdek, xalqaro maydonda mamlakatimiz haqida bildirilayotgan fikr-mulohazalar yoritib boriladi. Mazkur haftada Chexiya bosh vaziri Andrey Babish 29-30 aprel kunlari rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Chexiya bosh vaziri Andrey Babishning tor doirada va ikki mamlakat delegatsiyalari ishtirokida muzokaralar bo'lib o'tdi. Muzokaralar yakunida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Chexiya bosh vaziri Andrey Babish kengaytirilgan hamkorlikni ilgari surish to'g'risida qo'shma deklaratsiya qabul qildi va qator muhim hujjatlar imzolandi. Ko'rsatuvimizni vazirlik xabarlari bilan davom ettiramiz. 28 aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Turkiya Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat davomida keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarining jadal rivojlanib borayotgan yo'nalishlari, mintaqaviy masalalar yuzasidan fikr almashdik, deb yozdi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri rahbari o'zining Telegram kanalida. Shuningdek, vazir 29-aprel kuni Singapur tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Kevin Chok bilan uchrashdi. Ikki davlat hamkorligini savdo-iqtisodiy va investitsiya sohalarida rivojlantirish uchun ulkan salohiyat mavjudligi qayd etildi. 1-may kuni esa Baxtiyor Saidov Seyshel Respublikasi tashqi ishlar va diaspora vaziri Barry For bilan uchrashdi. Muzokaralar davomida tomonlar mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni izchil rivojlantirish yo'llarini atroflicha ko'rib chiqdilar. Shuningdek, dolzarb xalqaro masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Uchrashuv yakunida O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Seyshel Respublikasi hukumati o'rtasida umumiy hamkorlik to'g'risidagi bitimi imzolandi. Shuningdek, xuddi shu kuni O'zbekiston tashqi siyosat idorasi rahbari Yaponiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Arfiya Eri xonim bilan uchrashuv o'tkazdi. Markaziy Osiyo plus Yaponiya muloqoti doirasida yashil taraqqiyot, savdo-iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirishni ustuvor vazifa sifatida qayd etildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Alloyev Saudiya Arabistoni elchisi Saad bin Nosir bin Abdulloh Abu Haymed hamda Qatar elchisi Hasan bin Hamza Hoshim bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Tomonlar turli darajalarda o'tkazilishi rejalashtirilgan qo'shma tadbirlarning jadvali va kun tartibi yuzasidan fikr almashdi. 29-aprel kuni Toshkent shahrida O'zbekiston va Singapur tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlarning 4-davrasi bo'lib o'tdi. Tomonlar delegatsiyalariga tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bobur Usmanov va Kevin Chok rahbarlik qildi. 28-aprel kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Belarus elchisi Aleksandr Ogorodnikov bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida konsullik huquqiy masalalar, shuningdek, migratsiya sohasidagi hamkorlik, xususan shartnomaviy huquqiy bazani shakllantirish, qo'shma o'quv va madaniy markazlarni tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Shu kuni O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev Belarus elchisi Aleksandr Ogorodnikov bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida Afg'on yo'nalishida amaliy hamkorlik istiqbollari ko'rib chiqildi. 29-aprel kuni esa Ismatulla Ergashev Pokiston elchisi Ahmed Faruq bilan uchrashdi. Muloqot davomida O'zbekiston-Pokiston strategik sherikligining dolzarb masalalari, jumladan siyosiy muloqotni yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlik, transport, logistika va mintaqaviy o'zaro bog'liqlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz mamlakatimiz nufuzini oshirish yo'lida faol ish olib bormoqda. Davlatlar o'rtasida o'zaro manfaatli munosabatlar mustahkamlanib, yangi kelishuvlarga erishilmoqda. Shu bilan birga, xorijdagi yurtdoshlarimiz bilan doimiy muloqot ta'minlanib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu tashqi siyosatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Diplomatiya esa ana shu jarayonlarning mustahkam poydevoridir. Endilikda hafta davomida amalga oshirilgan muhim tadbirlarga qisqacha to'xtalamiz.
O'zbekistonning yangi tayinlangan elchisi Umid Shodiyev Birlashgan Arab Amirliklari tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Umar Ubayd al-Shamsiyga ishonch yorliqlari nusxalarini topshirdi. Umar al-Shamsiy yangi elchiga o'z vazifalarini bajarishda muvaffaqiyatlar tilab, Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni barcha sohalarda kengaytirishga tayyorligini bildirdi. 23 aprel kuni UNESCOning Parijdagi bosh qarorgohida ijroiya kengashining 224-sessiyasida O'zbekiston tomonidan taklif etilgan 19-noyabrni xalqaro hujjatli meros kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi qaror loyihasi bir ovozdan ma'qullandi. Jeneva shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida o'tkazilgan qator nufuzli xalqaro tadbirlarda O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi delegatsiyasi ham faol ishtirok etdi. Xitoyning Haikou shahrida bo'lib o'tgan China International Consumer Product ko'rgazmasida o'zbek milliy stendi namoyish qilindi. Olma-ota shahrida o'tkazilgan KITF 2026 xalqaro sayyohlik ko'rgazmasida O'zbekiston stendi ham namoyish etildi. O'sh davlat universitetida Dunyo xalqlari madaniyat kunlari xalqaro ko'rik tanlovi va ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston konsullik idorasi diplomatlari, jamoatchilik vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlari, xorijlik talabalar va professor o'qituvchilar ishtirok etdi. Latviyaning Moliya va shartnomalar agentligi hamda Transparency International Latvia tashkiloti hamkorligida ushbu davlat poytaxti Rigada O'zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini mustahkamlash, davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni oshirish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'quv kurslari bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi, Yangi O'zbekiston taraqqiyoti tadqiqotlari instituti va Barqaror rivojlanish markazi nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan Misr poytaxtida iroqlik yozuvchi va jurnalist Ahmad Zubaydiyning Ma'naviyat Yangi O'zbekistonning Zuhro yulduzi nomli kitobi taqdimotlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha butun jahon jamiyati hamda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro hamkorlar bilan birgalikda Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga noyob madaniy meros namunalarini qaytarishga erishdi. Ispaniyaning Barselona shahridagi Cinemas Girona kinoteatrida Ulug' Amir va Donna Maria badiiy filmi premyerasi bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi jamoasi Ambassadors Cup 2026 xalqaro futbol turnirida o'z kuchi va birdamligini namoyon etdi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulxonasi tomonidan Novosibirsk shahrida og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan bir guruh vatandoshlarga yordam ko'rsatildi. Olma-ota shahridagi O'zbekiston bosh konsulxonasi vakillari Chimkent shahrida O'zbekiston fuqarolari uchun sayyor konsullik qabulini tashkil etdi. Siyosatshunoslar va xalqaro ekspertlar O'zbekistonning ochiq va konstruktiv muloqotga asoslangan siyosati, barqaror taraqqiyot hamda mintaqaviy hamkorlikka qaratilgan tashabbuslarini ijobiy baholamoqda. Xususan, O'zbekiston poytaxtidan jo'nab ketish oldidan Chexiya bosh vaziri Andrey Babish Toshkent xalqaro aeroportida eksklyuziv intervyu berib, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar va ochiq tashqi siyosatni yuqori baholadi. I am really very happy we were received by Prezidentingiz delegatsiyamizni qabul qilganidan juda mamnunman. Bizni juda samimiy kutib olishdi. O'zbekistonning har tomonlama jadal rivojlanib borayotgani, resurslarga boyligi, bu yerda iste'dodli insonlar ko'pligi, ayniqsa yoshlarning salohiyati menda katta taassurot qoldirdi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mintaqaviy tashabbuslarga bag'ishlangan mavzular chet el ommaviy axborot vositalarida keng yoritilmoqda. Bu esa mamlakatimizda islohotlar va tashabbuslarning xalqaro jamoatchilik e'tiborida ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Chexiyaning CHK axborot agentligida bosh vazir Andrey Babishning Ozarbayjon, Qozog'iston va O'zbekistonga rasmiy tashriflari haqida maqola e'lon qilindi. Shuningdek, Britaniyaning London Post nashrida O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi munosabatlarning so'nggi 30 yildagi rivoji hamda bugungi strategik ahamiyati tahlil qilingan. Iqtisodiy mavzular ham xorijiy ommaviy axborot vositalarida keng yoritilmoqda. Pokistonning Info-News nashrida O'zbekiston iqtisodiyotida kuzatilayotgan barqaror o'sish sur'atlari yangi taraqqiyot bosqichini boshlab berayotgani qayd etildi. Xorvatiyaning
Poslovniy nashrida esa Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston, jadal iqtisodiy rivojlanayotgan va energetik ahamiyati ortib borayotgan muhim hudud sifatida baholandi. Shu bilan birga Rossiyaning Novosibirsk shahrida nashr etiladigan Meditsina и biznes jurnali aprel sonida O'zbekiston iqtisodiyoti bilan bir qatorda tibbiyot, madaniyat va turizm sohalariga bag'ishlangan materiallar chop etildi. Vengriyaning Daily News Hungary nashrida joriy yilning 16-19 iyun kunlari O'zbekistonda bo'lib o'tadigan Toshkent xalqaro investitsiya forumi haqida maqola e'lon qilinib, uning mintaqaviy va global ahamiyatiga alohida urg'u berilgan. Ekologiya va atrof muhiti masalalari ham alohida e'tibor markazida. Qirg'izistonning Вечерний Bishkek nashrida Orol dengizi fojiasiga bag'ishlangan tahliliy maqola e'lon qilingan bo'lsa, Germaniyaning Geoforschung ilmiy tadqiqot markazi rasmiy veb-saytida Toshkentda o'tkazilgan 8-suv xavfsizligi forumi haqida tahlil berildi. Shuningdek, yana London Post portalida Markaziy Osiyo yangi ekologik bosqich bo'sag'asida sarlavhali maqola chop etildi. Madaniyat, ma'rifat va turizm sohalaridagi yangiliklar ham keng yoritilmoqda. Polshadagi Ambassador jurnalida O'zbekistonning boy sayyohlik salohiyati haqida maqola e'lon qilindi. Tojikistonning Avesta axborot agentligida esa O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi qoshida xattotlik maktabi tashkil etilganini xabar qildi. Shuningdek, Britaniyaning yetakchi The Daily Mail gazetasida O'zbekistonning sayyohlik imkoniyatlariga bag'ishlangan material e'lon qilinib, mamlakatning tarixiy merosi va zamonaviy infratuzilmasi alohida e'tirof etildi. Xitoyning eng yirik va nufuzli nashrlaridan biri China Daily gazetasi O'zbekistonning keng ko'lamli madaniy-gumanitar tashabbuslariga bag'ishlangan maqolani chop etdi. Sport mavzusi ham chetda qolmayapti. Germaniyaning VT Online nashrida futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichlariga bag'ishlangan maqola e'lon qilingan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Oldinda yangi voqealar, muhim tashriflar va qizg'in muhokamalar kutmoqda. Kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.